Qadrli obunachilar, navbatdagi dastlabki xizmatimiz Andijon shahar Kichdaha degan Shimoliy Kichdaha degan joyga olib kelib ishlatib berdik. 50 ga 1 metrligi to'rtga 3 xona uchun akamiz kecha kuni zakaz qilgandilar. Mana olib kelib ishlatib, sinov uchun ishlatib ko'rsatib berdik. Hozir to'g'ri yoz. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ishlatib chiroyli qilib tushuntirib qo'ydik. Aka, ishlashi qalay bo'ldi 3 minut ichida? Ha, ishlashi mana 2 minut, 3 minutda qo'lni har qalay isitib, mana hali ham Yuradigan turibdi. darajada. Turibdi. Dastlabki ham vaqtida bo'ldi. Kechki payt pulini daromad qiluvdik. Avvalida bugun mana obedga olib kelib beryapti. Ukamizga rahmat katta, baraka Dastlabki topsin. xizmatlarimiz bepul kamaytirilgan Xudo ekan. xohlasa, shu narxini ichida. Ha. Eng asosiysi tez, men o'ylamadim bunaqa tez olib kelib berishingizni. Ichiga mana suv quyiladi, to'kkasi quladi, oddiy ichimlik suvdan quyiladi. Xohlagan xonangizga olib chiqib ishlatsangiz bo'ladi. Kuniga 12 ming so'mgacha to'k rasxod qiladi. O'zi o'chib yonadigan termostatli. 4 ga 3, 4,5 ga 3 xonalarni bemalol isitib bera oladi. Ushbu ekrandagi telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekistonning barcha hududlariga dastlabki xizmatlarimiz bor, yetkazib beramiz.